Mustaqillik ulug' ne'mat va bu ne'matni ko'rish ko'plab ajdodlarimiz qatori jadid bobolarimizga ham nasib etmadi. Istiqlol yillarida jadid bobolarimizning nomlari qayta tiklandi, xotiralari abadiylashtirildi. Ijodlarini yaqindan o'rganish imkoniyati paydo bo'ldi. Jadid bobolarimizning bosib o'tgan tarix yo'li aslida qanday bo'lgan? O'sha o'tmishga yana bir bor nazar tashlash uchun bugun Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyiga keldik. Jadidchilik harakati 19-asr oxiri 20-asr boshlariga to'g'ri keladi va ular asosan ilm, ta'lim, adabiyot, teatr va matbuot yo'nalishlarida insonlarga ma'rifat ulashishga harakat qilishgan. Hozir mana bu yerda burchaklar bor va bularni birma-bir ko'zdan kechiramizda. Bu yerda ular yozgan kitoblarning asl nusxalari bor. Yaqinroq kelib ko'rishingiz mumkin. Masalan, Behbudiyning Kitob ul Atfol kitobning asl nusxasi, o'rtoqlar asl nusxasi 1914-yilda nashr qilingan. Mana bu yerda esa yangi usul maktablari. Buni qarang, Qo'qondagi yangi usul maktabi o'quvchilari 1900-yildagi o'quvchilarni surati va mana bu yerda esa Abduqodir Shakuriy ochgan yangi usul maktabi. Bu yerda bir narsaga ahamiyat bering. Bolalar partalarda o'tirishibdi, lekin aslida jadid bobolarimiz davriga qadar sholchalar ustida o'tirib darslar o'tilgan va o'quvchilar ham sholchalar ustida o'tirib dars eshitishgan. Mana shu yangi usul maktablari, yangi sharoitlar jadid bobolarimiz tomonidan targ'ib qilingan. Do'stlar, mana bu yerda esa matbuot burchagi. Kitoblarda o'qiganmiz, tarix kitoblarida, kinolarda ko'rganmiz, lekin o'sha davrni muhiti, o'sha davrda chop etilgan gazeta va jurnallarni asl nusxalari mana shu yerda bor. E'tiborimni tortgan bir jihati, jadid bobolarimizning deyarli har biri yangi gazeta va jurnallarga asos solishgan. Aslida ularning ishi faqatgina gazeta va jurnallarda ishlash bo'lmagan. Ular ta'lim bilan, ilm bilan, teatr bilan shug'ullanishgan va bundan tashqari mana shu gazetalarda ham faoliyat yuritishga vaqt topishgan. Bu albatta tahsinga sazovor. Hozir mana bu yerda Sadoyi Farg'ona gazetasini nishona soni 1914-yil 3-aprel sanasida chop etilgan. Buni nimasiga men hozir hayron qolyapman? Bu ipak matoga bosilgan gazeta. Do'stlar, bu haqiqiysi. Men ta'sirlanib ketyapman. Hozir navbatdagi burchakka kelamiz. Bu milliy teatr san'ati. Mana bu yerda Turon truppasining Boy ila xizmatchi spektakli afishasi. Bu 1919-yilga tegishli afisha. Mana bu Toshkent Kolizey teatri binosi, aynan Padarkush piyesasi mana shu Kolizey teatri sahnasida qo'yilgan. Juda ham katta tarix. Milliy uyg'onish davriga oid ma'lumotlar juda ham ko'p. Siz muzeyga kelsangiz, mana bunday qurilma bor va bu qurilma orqali siz aynan o'sha ma'lumotlarni elektron variantlarini olishingiz mumkin bo'ladi. Bu juda ham qulay, ishoning. Hozir masalan, jadid milliy matbuotiga kiramiz va bu yerda o'sha davrdagi gazeta va jurnallar haqida ma'lumotlar berilgan. Masalan, Taraqqiy gazetasi 1906-yil 27-iyundan chiqa boshlagan muharriri Ismoil Obidov. Hozir mashhur gazetalardan, jurnallardan birini ham sizga ko'rsataman. Oyina jurnali 1913-yil 20-avgustdan chiqa boshlagan va muharriri Mahmudxo'ja Behbudiy bobomiz bo'lganlar. Ushbu muzey mustaqillik, erkinlik va inson huquqlari yo'lida jonini fido qilgan ajdodlarimiz xotirasining ramzidir. Bu muzey 3 zal, 10 ta bo'limdan iborat. Biz bugun faqatgina jadidlar bo'limi bilan sizlarni tanishtirishga harakat qildik, lekin siz mustaqil o'rganuvchi sifatida ushbu muzeyga kelib, muzey bilan to'liq tanishishingiz mumkin bo'ladi. Qatag'on qurbonlari xotirasi muzeyi Shahidlar xotirasi maydonida joylashgan. Siz ham albatta ushbu muzeyga keling. Bugungi mustaqillikka erishishda ko'plab fidoyilik qilgan ajdodlarimizning ibratli yo'li bilan tanishish har birimizning burchimizdir.